Bu Toyota'ning gigant samurayi. Shamoli va muzlagan yerlar ham uni to'xtata olmaydi. Bu cheklovsiz masofalar uchun chiqarilgan haqiqiy yapon xarakteri. Toyota Tundra iForce Max gibrid. Bir vaqtlar Toyota pikaplari ishonch va chidam ramziy, lekin bu yangi avlod esa butunlay boshqacha. Muhandislar bu gigantni yanada kuchli, yanada mustahkam qilib, yangi platforma, yangi kuzov va eng muhimi iForce Max V6 gibrid bilan taqdim qilishdi. Bu gigant samuray Tundraning xarakteri to'liq o'zgargan yangi bosqichga aylandi. Kuzovi baland va keng proporsiyalarda ishlangan. Bu og'ir yuk va qiyin yo'llar uchun haqiqiy tayyorgarlik. Old qismidagi katta radiator panjarasi kuchli motorni sovutadi. Yon chiziqlari shamolni sindirib, katta kuzovni harakatda barqaror ushlab turadi. Orqa qismi esa mustahkam rama va keng platformasi bilan har qanday sharoitga chidam ramzini ko'rsatadi. Bu yangi avlodning kapotida iForce Max V6 gibrid tizimi joylashgan. 3.4 litrli biturbo V6 gibrid motor plus elektromotor. Taxminan 430 ot kuchi va 790 Nm. Bu pikap 5.4 tonnagacha pritsep torta oladi. Konfiguratsiyaga qarab o'zgaradi. U TNGA-F ramali platformaga asoslangan. Ayni shu baza Land Cruiser 300 va Lexus LX 600 da ham qo'llanadi. Shu sabab bu pikap yuqori chidam, og'ir yuk va uzoq masofaga mo'ljallangan haqiqiy ishchi gigant. Biz yo'llar tugagan joydan boshlaymiz. Bu so'z aynan Toyota Tundraga tegishli. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Siz Toyota Tundra haqida yana qanaqangi ma'lumotlarni bilasiz? Kommentariyaga yozib keting.